sizga ishonsam bo'ladimi? Albatta ishonsangiz bo'ladi. Albatta ishonsangiz bo'ladi. Kartamga 3,5 million tashlab bering, men sizga uni 2 baravar, kerak bo'lsa 3 baravar qilib ko'paytirib beraman. Men katta treyderman. Buni trading deyshadi. Voy, rostdan shunaqaman. Voy, rost gap, rost gap. Mana siz Telegramingizga karta raqamimni tashladim. Pulni tashlab yuboring. Boyib ketasiz, hali qarab turing. Ha, bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Umringizdan baraka toping. Hojati yo'q, rahmat, hojati yo'q. Hali gaplashamiz siz bilan. Xo'p. O, pul tushdi. Yana bittasini uxlatdim. Xuddi mana shunday tarzda odamlarni aldab kelgan yana bir firibgar qo'lga tushdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazining hududiy bo'linmalari tomonidan 1000 dan oshiq fuqarolarni aldab, soxta treyderlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan shaxs qo'lga olindi. Telegramdagi trading yo'li bilan pul ko'paytirish guruhiga a'zo bo'lgan shaxs u yerda o'zini Muhammad deb tanishtirgan fuqaro bilan muloqotga kirishadi. Yozishmalar davomida uni pullarni ko'paytirib berish to'g'risidagi yolg'oniga ishonib, bank kartasiga 3 million 500 ming so'm miqdoridagi pullarni o'tkazib bergan. Maqsadiga erishgan firibgar jabrlanuvchini Telegramdan bloklab qo'yadi. Aldanganligini sezgan fuqaro esa ichki ishlar organlariga murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida o'zini Muhammad deb tanishtirgan shaxs Xorazm viloyati Urganch tumanida yashovchi, mutlaqo boshqa ism-sharifga ega bo'lgan fuqaro ekanligi aniqlangan. Gumonlanuvchining yashash xonadoni va yordamchi xo'jalik binolari ko'zdan kechirilganda 10 dan ortiq planshet va noutbuk qurilmalari, 96 ta uyali aloqa vositalari, 1171 ta bank kartalari, 343 ta mobil aloqa operatorlarining SIM kartalari aniqlanib hujjatlashtirildi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Osonlikcha pul topaman deb firibgarlarga aldanib mashaqqat chekib topgan pullaringizdan ayrilib qolmang. Ogoh bo'ling.